Doktor bolam gapirmayapti. Eng qimmat zo'r dorilar yozib bering, bolam gapirsin. Ko'pchilik ota-onalar kelishadi, sehrli dori kutishadi bizadan. Masalan, ota-ona gapirmaydi, lekin bolalari sog'lom, hech qanaqa nuqsoni yo'q bolalar bor. Ya'ni bitta avlodda bo'lsa, keyingi avlodda ham bo'ladi degani emas. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Kelinglar bugun bolalarni tug'ilgandan 12 oylikgacha bo'lgan oraliqda nevrologik rivojlanish ketma-ketligini tushuntirib beraman. Ungacha videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bolangiz boshini tutmayaptimi yoki vaqtida o'tirmayaptimi? Albatta buni o'ziga yarasha muddati bor azizlar. Shuning uchun bunga albatta jiddiy yondashuv kerak bo'ladi. Tug'ilgandan 1 oylikgacha rivojlanishi kerak bo'lgan normal nevrologik belgilar bor. Bular bir nechta reflekslar. Birinchisi bu emish refleksi, ya'ni tug'ma instinkt hisoblanadi. Ota-onadan o'tuvchi, nasldan nasl o'tuvchi refleks hisoblanadi. Bu norma 1 oylikgacha. Ikkinchisi bu izlash refleksi, ya'ni qidirish refleksi. Ona ko'kragini bola izlaydi. Bu ham 1 oylikgacha normal holat. Keyingisi moro refleksi. Moro refleksi nima? Bunda bola shovqinga yoki bo'lmasa boshini to'satdan orqaga tashlaganda va boshqa to'satdan keluvchi reaksiyalarga himoya reaksiya bilan javob qaytarish. Bu ham normal holat hisoblanadi. Endi qo'l-oyoqlarda tonusni yuqori bo'lishi ham 1 oylikgacha azizlar norma hisoblanadi. Ota-onalar, "Voy doktor, bolam 1 oylik bo'ldi, tonusi yuqori, oyoq qo'lda qanaqadir yoki bo'lmasa boshini qanaqadir bir xil holatda ushlab turadi." Azizlar, bu holat bu vaqtda norma hisoblanadi. Keyingisi 1 oydan 3 oygacha oraliqda esa boshni sekinlik bilan tuta boshlaydi va ko'z bilan prezmitlarni kuzatadi va tonuslar, yuqorida sanab o'tgan tonuslar sekinlik bilan pasayadi va ijtimoiy kulgu paydo bo'ladi. Atrofga kimdir reaksiya bildirib kuldirmoqchi bo'lsa, bola kulib boshlaydi. Undan keyingisi bu reflekslar, yuqorida sanab o'tgan emish, izlash refleksi, moro reflekslari sekin pasayib boradi. Bu albatta 3 oylikgacha norma hisoblanadi. 3 oylikdan 6 oylikgacha esa bola to'liq boshini tuta boshlaydi. Qorni bilan yotganda qornini ko'tarib, o'girilib boshlaydi. Undan tashqari esa narsalarni ushlash refleksi kuchayadi va maqsadli harakatlar paydo bo'la boshlaydi. 6 oylikdan 9 oylikgacha bo'lgan davrda bola sekin emaklay boshlaydi va o'tiradi. Undan tashqari sensor motor integratsiya, ya'ni atrofdan eshitib va harakat, shunga javob reaksiyalari paydo bo'lib boshlaydi. Va undan tashqari muvozanat rivojlanib boshlaydi bolada. Azizlar, e'tibor beringlar. Bolani mana shu 6 oylikdan 9 oylikgacha bo'lgan oraliqda gapirish sensor va motor harakatlari billalashib rivojlanishda eng asosiy bosqichlar, eng asosiy vaqtlar hisoblanadi. Ko'pchilik ota-onalar bu vaqtni qo'ldan boy berib qo'yadi. Sababi telefon berish yoki bo'lmasa YouTube qo'yib berish, boshqa holatlar ko'payadi. Keyin esiga kelib qoladi. 4-5 yoshdan keyin bola gapirmay qolsa, umuman gapirish kechikish holatlari bo'lsa, doktor shunaqa holat boshlandi deb keyin qayg'urib boshlaydi. Endi kech, qo'pol qilib aytganda. O'zi aslida shug'ullansa bo'ladi, lekin eng zarur hamma narsa o'z vaqtida bo'lgani ma'qulroq. Shuning uchun 6 oylikdan 9 oylikgacha davrda bola bilan ko'proq sensor motor integratsiya juda ham kuchli bo'lishi kerak. Shuning uchun ota-onalardan 6 oylikdan 9 oylikgacha bo'lgan davrda ko'proq vaqtini ajratib, bolani so'z boyliklarini, ya'ni zaxira lug'atlarini rivojlantirib, sensor motor integratsiyani kuchaytirib borish talab qilinadi. Albatta bu qanaqadir yuzaki holat eshitilishi mumkin. Yuzaki holatda eshitilishi mumkin, lekin keyin kech bo'lishi mumkin ota-onalar. Shuning uchun buni tavsiya qilib qolardim. 9 oylikdan 12 oylikgacha bo'lgan bolalarda esa yutuqlar paydo bo'ladi. Ya'ni tik turgan holda turish, undan tashqari bir nechta so'zlarni aytish va chegarali so'zlarni kel, bor, qo'y, uni qilma, buni qilma, bor, qara, mana shunaqa aktiv buyruqlarga reaksiya bildirib boshlaydi va nutq sekin-sekin shakllanib boradi. Undan tashqari eng asosiysi, e'tibor beringlar azizlar,
kognitiv funksiyalar eng rivojlanishi tezlashadigan payt hisoblanadi. Ya'ni nimani o'rgatsangiz tezroq javob ola olasiz. Ya'ni yaxshi narsani o'rgatsangiz, yaxshi narsani, yomon narsani o'rgatsangiz, yomon narsani javob qaytarish reaksiyasi tezlashadi. Va yuqoridagi sarflagan energiyalardan eng ko'pini sarflash vaqti hisoblanadi. 9 oylikdan 12 oylikgacha. Kognitiv funksiyalar, ya'ni bosh miya yarimshalardagi po'stloqdagi eng bizani faol aqliy faoliyatimizni belgilaydigan markazlar rivojlanishning eng cho'qqisi hisoblanadi. Shuning uchun 1 yoshgacha, mana shu 12 oylikgacha bo'lgan bolalarda zaxirasida, ya'ni passiv lug'at qanchalik ko'p shakllanib, qancha har xil murakkab so'zlar, oddiy so'zlarni eshitib borsa, bolani tilining chiqish ehtimoligi shunchalik oshib boradi. Agar u bilan muloqot kamayib borsa, bilingki, bolani tili chiqishi oylab, yillab kechikib ketish ehtimoligi juda ham oshib ketadi. Shuning uchun azizlar, bu vaqtga eng dolzarb vaqt hisoblanadi 9 oylikdan 12 oylikgacha. Bundan tashqari, ota-onasi gapirmaydigan bolalar bor. Masalan, shunaqa patsientlarimiz bor. Ota-onasi endi Xudoning inoyati bilan nuqsonligi bor, tug'ma. Lekin bola sog'lom, bola gapiradi. Sababi ijtimoiy muloqot kuchli bo'lgan. Masalan, ota-onani o'zi emas, qarindoshlari yordam berishgan. Bola ham fikrlash, gapirish, aqliy, ruhiy sog'lom, jismonan. Shuning uchun bu ayrim holatlarda gapira olmasligi yoki bo'lmasa o'sha ota-onasi gapirmasligi bu tug'ma nuqson, lekin DNKda retsessiv holatda, ya'ni yashirin holatda tashuvchi belgilari bo'lganligi uchun hamma avlodda ham takrorlanmasligi mumkin. Shuning uchun azizlar, albatta bolani ota-ona bilan bog'lami juda ham kuchli bo'lish kerak. Tashqi tarafdan e'tibor juda ham kuchli bo'lish kerak va ko'proq bo'lish kerak. Kanalimizni kuzatib boring. Albatta manfaatli videolar juda ham ko'p bo'ladi.